Styuardessani noodatiy bir ish kuni qanaqa o'tishini bugun sizlarga ko'rsatib beraman. Oxirgi payt rejimim teskari bo'lib qolgani uchun obedda uyqudan turib, tezda yuz qo'limni yuvib, chimodanlarimni yig'ishni boshladim. Shuncha kiyimni qayerdan oldim deb so'ramoqchi bo'lsanglar, bu mana bir oyga Bakuga olib kelgan narsalar. Bugungi reysda styuardessa emas, passajir bo'lib uyimga dam olishga uchib ketaman. Bunaqa kun ish jadvalimizda positioning deb nomlanadi. Bu reys uchun ham oylik olamiz. Orada bir ovqatlanib olib, yana davom etdim. Bir payt oynaga qarasam, uje kesh tushib qolibdi. Shunga bir sekundda cho'milib chiqib, gravima qilishga tushib ketdim. Yuzim makiyajdan sal dam olsin deb o'yanmasdan 4 ta qoshimni tarab, labimga oddiy balzam surib oldim. Zato ukladkam takoy chiqdi. Laundryimni olaman deb eshigimni ochsam, kimdir eshigimni tagiga shunaqa sovg'a tashab ketibdi. Uning ichida dush uchun nabor, shokolad va shunaqa asal otkritka bor ekan. Qolgan narsalarimni ham tezda yig'ib, formalarim bilan bitta chimodanimni dugonamnikida qoldirdim. Hotelning resepsioniga tushganimda yana bir hamkasbim shunaqa pechenye sovg'a qildi. Keyin aeroportga borib, registratsiyadan o'tib olib, McDonald's zakaz qildim. Bahonada 100 mingta bo'lganim haqida ham video olishga ulgurdim. Aeroportning ikkinchi qavatida shunaqa yangi yil uchun chiroyli fotozona qilib qo'yishgan ekan. Samolyotga chiqib olib, sumkalarimni joylab, uxlashga tayyorlandim. 2,5 soatdan keyin uyg'onsam, allaqachon Toshkentga yetib kelibmiz. Uydagilarim kutib olishdi. Aynan singlimni tug'ilgan kuniga uchib kelganim uchun sovg'asini srazu berdim. U ham menga 100 mingta obunachi yiqqanim uchun, uyog'iga millionta bo'lsin deb rasm chizib. Vlogim yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang.